Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Bugun mana 18-mart. Ramazon oyi yaxshi o'tmoqda inshaalloh. Hammaga barakotli bo'lsin. Biz ham mana stillajlarimizni ekishni boshladik, xudo xolasa. Bu yerda Albion Murano ko'chatlari ekilmoqda. Xo'sh, bitta mana shu qopchamizga 13 dona ekyapmiz. Bir tomoniga 6 ta, bir tomoniga 7 ta qilib, xudo xolasa. Bu mana bu yerda suvni to'plab olamiz. Bu yerda zapasli suvimiz bo'lib turadi. Bu o'sha dorilardan qo'shib turib, ozuqani shunday kapilni orqali jo'natamiz. Xo'sh, bu oddiy rekonstruksiya bo'ldi. Bu yerga 32 lik polietilen shlanka tortdik. Bitta sentralni borib turib, ikkiga bo'linib ketyapti, xudo xolasa. 800 metr joy bo'lyapti. Bunaqa ekilgan joylar. 400 metr sug'orilyapti. Kapillarimiz 10 lik kapil qo'ydik mana. Xo'sh, yana qanaqa ma'lumot? Xudo xolasa. Bugun ekdik mana. Kuniga bir 3 mahal, 4 mahal suv ichib turadi, xudo xolasa. Xo'sh, obunachilarimizdan manaqa xunaqa piramida qilib ekinglar deganlar ham bo'ldi. Biz manaqa esinglarda bo'lsa 4 tali qilgandik. Hozir mana kun botish bo'lyapti. Hozir mana asrdan keyin hozir 5:30 bo'lgan bo'lsa, bu tomonni quyosh ko'radi. Bu yerdan quyosh mana bu tomonda. Ertaman quyosh bu tomondan chiqadi, bu tomonni ko'radi. Shunda ham baribir bu sinov jarayoni bo'lgani uchun mana buni 4 tali qildik, buni 3 tali qildik mana. Ustunlarda 4 talik. Alohida oraliq joyimiz 3 talik bo'ldi. Xudo xolasa sinov qilib bilib olamiz ham. Xo'sh, tuvakka ekadiganlar ham bordi. Ko'pchilik tuvak ham olib kelib, tuvakni ham bir ko'rdik, lekin sop ko'rdik. Hozir rasmini ham tashlab qo'yaman. Mana qop bilan tuvakni yo'mkisi teng bo'ldi. Hozir mana bitta qopni bu 1 metrlik bo'ladigan bo'lsa, tuvagimiz bir 70 sm atrofida ekan. Shu yergacha tuvakka solsam to'la chiqdi. Hozir rasmini ham bir tashlab qo'yaman, xudo xolasa. Ko'ramiz, tuvakka ham ekamiz baribir. Bitta ikkita joyga tuvakka ekib, natijasini bilamiz. Xo'sh, bu bir yil ishlatilgan kokoslar. Pomidorgami, bilmayman, badringami ishlatishgan. Toshkent tomondan olib keldik. Endi ozgina joyga yangimiz bor. Yangini ham qo'yamiz, sinovda bilib olamiz. Endi buni yesisini pasaytirdik, dezinfeksiya qildik. Xudo xolasa natijasini bilib ko'ramiz endi, xudo xolasa. Ko'chatlar to'liq ekib bo'lgandan keyin yana bitta qisqa video qilaman inshaalloh. Duo qilib turasizlar. Hammamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazondan gunohlarimiz to'kilgan holatda chiqishga nasib qilsin ilohim. Dehqonchiliklarga baraka. Allohga omonat. Yaxshilikda ko'rishaylik, xudo xolasa. Albionlarda mana gullab borgani ham bor ekan. Gullarni olib turibmiz hozircha. Yaxshilab baquvvat bo'lsin deb. Men sekin-sekin ozuqasini qo'shib rivojlantiramiz inshaalloh. Charchamanglar, tana joyinglar sog' bo'lsin.